Assalomu alaykum hurmatli dizaynerlar. Bugun Florgaritmni 3D Max'ga qanday to'g'ri nastroy qilib, keyin foydali taraflarini qanday ishlatishni ko'rsatib boraman xudo xohlasa. Sizlardan like va поддержка bo'ldi. Florgaritmni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Kanal ссылкасы описанияda bo'ladi. Skachat qolamiz. Bu 2013-versiyadan 2027-versiyasiga bemalol tushadi. Izlechit qolamiz. Пропустить. Açtı. Hop. Ben kralans. Hop. Florgaritm kralans. 2027. Yani 2027'ni kopya qilib olamiz. Skopiriz qilib olamiz. Skopiriz. Bu yoqdan C diskga kirib Autodesk hop 3D Max Program Files keyin Autodesk adashib ketdim. 2027 hop plugins kiramiz. Shu yerga Ctrl V qo'yamiz. Применить. Mana tushdi. Endi AutoCAD 3D Max'ga kira olamiz. Mana 3D Max ochildi. Endi bundan plugins qo'shib olamiz. Florgaritm birinchi bo'lib. Bitta olib Flor yozsa chiqadi. Bitta qo'shib olamiz. OK bosamiz. Bu chiqdi. Endi buni Florgaritmni boxga yana nimadirlarga berib qo'ysangiz avtomatik olib boradi. 3D Max chunki ko'tara olmaydi. Buni maksimalni to'g'ri foydalanishni to'g'ri hozir o'rgataman. Line ga bersangiz bo'ladi. Line ga yoki rectangle ga yoki mana shu ikkalovini men ko'pincha ishlataman. Xonalarni misol uchun xonalarni rectangle mamdoqi anaqa примерно chizaman hozir. Keyin mana bu eshik bor. Yana nimadirlar bo'lsa, line bilan chizib chiqaman. Rectangle bilan emas. Line ni olib turib, magnitni yoqib turib, line bilan bunday belgilab, bunday chizib chiqaman. Hozir примерно ko'rsataman. Endi Florgaritm ishlash tarkibi berdim. Mana hozir kattaroq qilaydim. Ctrl A delete rectangle. Xona deylik mana shu. Florgaritm berdim. Hop, endi kim chuqur analar bor. Archa beradigan bo'lsa, archalar bor. Archa tarkibida bo'ladi. 20 deylik. Bu yerda razmer bo'yicha ishlaymiz. Archa yokida boshqa analar bor. Gulligi bor. Aslida mana shu birinchisi bilan standart bilan archani ishlataman. Shu 1200 razmer bilan yoki bu yoqga ham qalinligi 20 keyin mana shunaqa parketda 50 bo'ladi. Standartda mana shunaqa razmerlari bo'ladi. Keyin sal pastroq tushamiz. Hozir bu yerdan anusini beramiz. Hashini beramiz. 2 mm. Keyin bu yerdan qalinligi mana. Yana bitta orasidagi zazori bo'ladi. O'sha zazorini beramiz. Keyin bu yerdan o'chirib qo'yish kerak. Shtobi uzr. Shtobi ham o'rtasidagi mana o'rtada teshik bo'lib qoldi.
o'zinglarga moslab to'g'lab chiqasizlar. Примерно mana shuni bir qo'ychi, bir bilan 2 normalniy примерно. Standartlar bo'yicha ishlaysizlar. Agar mabodo yani kafel hamma narsa ishlatsa bo'ladi. Parket, kafel, yana ko'p kavralan, shunga o'xshash narsalar ishlatsa bo'ladi. Sho'tga saqlanib qo'yiladi, bo'ldi. Mana shunda shuni ishlataverasizlar. Save bosib qo'ysa bo'ldi. Sizlardan like va поддержка bosib olsanglar bo'ldi.